65 talik propan gaz balon Cobalt avtomobiliga ustanovka qilib berildi. Cho'tki qilib 3 million so'mga. Har doimgidek original jihozlari bilan programma, pрошивка, motor, korobka, o'zini pultiga zavod qilingan hamma programmalari komplekt qilib berildi. Gaz balon joylashishiga bitta e'tibor berib o'tishingizni so'rab qolamiz. Gaz balon ko'rishingiz mumkin, zapaskani nargi tarafida turibdi. Inshaalloh Xudo xolasa zapaskani chiqishiga ham xalaqit qilmaydi и bagajda ham anchagina katta joy qoladi. Xo'p, old qismiga qo'yilgan jihozlarimiz bilan qisqacha ravishda tanishtirib o'tamiz. Blok управления original Stack Gofas Polshaga ustanovka qilindi. Farsumkasi original italyanskiy Valtek farsumka ustanovka qilindi. Reduktorimiz original turetskiy reduktor ustanovka qilindi. Kimga shunday sifatli va ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoni gaz qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan, metan yoki propan qo'ydirmoqchi bo'lib yurgan jigarlarga yuborib qo'yamiz do'stlar. Batafsil ma'lumot pastdagi raqamlarda.